Assalomu alaykum. Bugungi brifing davomida Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan 2026-yilning birinchi yarim yilligida ta'lim sifatini va mazmunini yaxshilash, sohani raqamlashtirish va pedagoglarni metodik qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot beramiz. Ta'lim tizimining normativ huquqiy va metodik asoslarini mustahkamlash yo'nalishida 7 ta hujjat loyihasi, jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qaror loyihasi, Vazirlar Mahkamasining 2 ta qaror loyihasi ishlab chiqildi. Shuningdek, ta'limda sun'iy intellektni rivojlantirish konsepsiyasi va yagona ta'lim ekotizimini yaratish bo'yicha hujjatlar loyihalari tayyorlandi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining umumiy o'rta ta'limda baholash tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash bo'yicha qaror loyihasi ishlab chiqildi. O'quv dasturlari va kontent yaratish borasida matematika, tabiiy fanlar, kimyo, informatika va musiqa fanlari bo'yicha davlat ta'lim standartlari va dasturlari loyihasi ishlab chiqilib, 60 dan ortiq darslik va o'quv metodik majmualar muhokamadan o'tkazildi. Amaliyotga 210 ta metodik tavsiya va dars ishlanmalari tatbiq etildi. Shuningdek, 5-6 sinflarda tabiiy fanlarni STEM yondashuvi asosida o'qitish va ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish etikasi kabi 4 ta o'quv uslubiy qo'llanma yaratildi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun esa PIRLS tadqiqot formati asosida 8 ta mashq daftari ishlab chiqildi. 10-11 sinf o'quvchilarini STEM ta'limiga qiziqtirish maqsadida STEM Bus loyihasi bo'yicha takliflar tayyorlandi. Raqamli ta'limni rivojlantirish maqsadida maktabgacha ta'lim uchun o'zbek tili elektron platformasi va o'quv metodik faoliyatiga oid atamalar lug'ati elektron tizimi ishga tushirildi. Pedagoglar va ta'lim oluvchilar uchun 52 ta video dars, 300 ta illyustratsiya va o'nlab animatsion materiallar tayyorlandi. Pedagog kadrlarni kasbiy va psixologik qo'llab-quvvatlash yo'nalishida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Xususan, 2026-yilning yanvar va iyun oylarida o'tkazilgan metodik marafon tadbirlarida respublika bo'yicha jami 340 ming nafardan ortiq pedagog ishtirok etib, ular uchun 4600 dan ortiq mahorat darslari tashkil qilindi. Kasbiy rivojlanish soati va kasbiy rivojlanish kuni tadbirlari doirasida o'tkazilgan 12 ta meetup muloqot uchrashuvlariga 5000 nafardan ortiq pedagoglar qamrab olindi. Joriy yilning yanvar-aprel oylarida maktabgacha, umumiy o'rta va kasbiy ta'lim tashkilotlari psixologlari uchun ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz mavzusida o'quv seminarlari tashkil etilib, 80 nafardan ortiq professor o'qituvchi ishtirokida 850 nafar psixolog trener sifatida tayyorlandi hamda ular hududlarda kaskad usulidagi seminarlarni o'tkazishga jalb etildi. Shuningdek, o'smirlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish xavfini erta aniqlash va uning oldini olish bo'yicha Respublika ishchi guruhining yig'ilishi tashkil etildi. Xalqaro baholash tadqiqotlari doirasida 2026-yilning aprel-may oylarida respublikamizning 14 ta hududidagi 164 ta maktabda PIRLS 2026 tadqiqotining asosiy sinov bosqichi muvaffaqiyatli tashkil etildi. Shu bilan birga, may oyida 27 ta maktabda TIMS 2027 tadqiqotining tajriba sinov jarayonlari tashkil etildi. Ibro 2025 olimpiadasining matematika fani bo'yicha natijalari tizimlashtirilib, keng qamrovli tahlil qilindi. Elektron platforma orqali fuqarolarning o'zbek tilini bilish darajasi va ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish bo'yicha 14 ming nafardan ortiq ishtirokchini qamrab olgan ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazildi. Xalqaro va mahalliy hamkorlikni kengaytirish doirasida UNICEF, Qozog'istonning O'rlov markazi, Koreyaning Kukmin universiteti va boshqa qator tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi va memorandumlar imzolandi. Markaz vakillari Yaponiya, Koreya, Yevropa va Afrika davlatlarida tashkil etilgan xalqaro ta'lim loyihalari va seminarlarida ishtirok etib, ilg'or tajribalarini o'rganib qaytdilar. Qadrli yurtdoshlar, bugungi brifingimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.